Do'stlar, El Clasico oldidan Real Madrid muxlislariga ajoyib xabarim bor, Barselona muxlislariga esa aksincha yomon xabarim bor. Hozir men sizlarga buni batafsil tushuntirib beraman. Siz esa kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Unda boshladik. Xo'p, endi quvonchli xabardan boshlasak, Real Madrid muxlislarini va futbolchilarini, murabbiylarini xushnud etuvchi xabar bu. El Clasico oldidan Real Madridning himoyachilari, asosiy o'yinchilari asosiy tarkibga qaytdi. Ular jarohatdan qaytdi. Alexander Arnold, Dani Carvajal va Dean Hausen. Ular El Clasicoga tayyor va bemalol maydonga tusha olishadi. Va endi Barselona muxlislariga yoqmaydigan xabar bu Rafinhani jarohat olganligi. U yana bir oy safdan chiqdi. Eski jarohatini qaytalab oldi. Endi El Clasicoda Rafa qatnasha olmaydi. Bu juda yomon xabar, chunki shaxsan o'zim ham Rafani qaytishini xohlagandim. Chunki jamoalarning sport formasi optimal bo'ladigan bo'lsa, tarkiblari asosiy bo'ladigan bo'lsa, El Clasiconing darajasi ham shunchalik baland bo'lardi. Lekin afsuski u qaytmaydi. U yana jarohat oldi. Ustiga Flick ham diskvalifikatsiya tufayli Barselonani maydonda